Assalomu alaykum, Agrobog'vodiy kanalining kuzatib boruvchi obunachilar. O'rikdan bog' qilaman degan akalar shoshilmay turasizlar. Mana eng erta pishar o'riklardan Vandergut, Mikado, Totem, Barsalino o'riklari xudo xolasa pishdi. Bu Vandergut. Yirikligi bo'yicha juda ham zo'r 2025 4-may sanasiga ko'ra o'rigimiz juda ham chiroyli holatda bo'lib pishib yetildi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana danaylari qatib yotibdi. Danaga qatigan o'rik qolgan mazani berib oladi. Mana juda ham go'shtli o'rik bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Dana shu eng birinchi o'rinda mevani yetkazib berish. Mana mevani yetkazib berishini qarang, juda yirikligiga qarang. Kechagi kuni bozorda 65 ming, eng optim narxga 65 ming sotilyapti. Endi o'rik boqsangiz sizniki 10 ming so'mdan jicha balandroq sotilsa ham zo'r daromadga olib kiradi. Buni bunaqa shoxlardan ko'paytirib qo'yganmiz. 2024-yilda iyunida ulab yil tayyorlayapmiz. Ishonchli ko'chatlari bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimiz profilda bo'ladi. O'rikka bitta like, podpiska bosib qo'yishlaring arz kerak mana. Juda ham qizarib turibdi. Ichki tuzilishi mana. Juda ham shirin o'rik. Quyib meva olgan, tuxumdan jicha kichkinaroq menimcha. Kalibrimiz yo'q bizda. Shunchaki dehqonchilik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.